Qarluqlar, O'g'uzlar, Tohiriylar. Movarounnahr va Xuroson aholisining tez-tez qo'zg'olon ko'tarib turishi, uzluksiz davom etgan o'zaro urush va ichki ziddiyatlar arab xalifaligi hokimiyatini zaiflashtirdi. Bu esa mustaqil davlatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Qadimda Oltoyning g'arbida, so'ngra Irtish daryosining o'rta oqimida yashagan Qarluqlar turkiy qabilalardan hisoblangan. 6-7 asrlarda ular Turkiy xoqonligi tarkibiga kirgan. 8-asr o'rtalarida Yettisuv o'lkasida Qarluqlar davlati tashkil topdi. Bu davlatning poytaxti Chu daryosidan shimolroqqa joylashgan Suyob shahri edi. Qarluqlar davlati hukmdori Yabg'u yoki Jabg'u deb yuritilgan. 10-asr o'rtalariga borganda Qarluqlarning kattagina qismi musulmon bo'lgan. Qarluqlar davlati shimol va sharqdan Elsuvi daryosi vodiysigacha, Chig'il qabilasi yaylovlargacha, g'arbdan O'g'uz yurti va Farg'ona vodiysi, janubda esa Yag'monlar vohasi va sharqiy Turkiston bilan chegaralangan. Aholi chorvachilik, tog' jilg'alari bo'ylarida esa dehqonchilik bilan shug'ullangan. Sharqiy Turkiston va Movarounnahr bilan savdo-sotiq olib borgan. Chetga asosan jun va junli mahsulotlar, gilam, sholcha, namat kabilar olib chiqilgan. 10-asrda Qarluqlar Movarounnahrning shimoliy hududlarini egallagach, Shosh atrofi va Farg'ona hamda Zarafshon vodiylariga kelib o'rnashgan. Keyinchalik o'troq tarzda yashaydigan mahalliy aholiga singib ketgan. Turk xoqonligi hukmdorligi davrida O'g'uzlar uning tarkibida bo'lgan. Turk xoqonligi yemirilgach, O'g'uzlarning kattagina qismi Sirdaryo havzasi hamda Orol dengizi bo'yida muqim o'rnashib olganlar. Ular 9-asr oxiri va 10-asr boshida O'g'uzlar davlatiga asos soladilar. Sirdaryo quyi oqimi bo'yidagi Yangikent shahri O'g'uzlar davlatining poytaxti bo'lgan. 10-asrdan boshlab O'g'uzlar islom dinini qabul qiladilar. 10-asrning birinchi choragida O'g'uzlar davlati shimoli-sharqdan qo'zg'algan Qipchoqlar tomonidan berilgan qaqshatqich zarba natijasida bo'linib ketadilar. Ular o'z yurtini tark etib, bir qismi Shimoliy Kavkaz dashtlariga borib o'rnashadi. Ularning ikkinchi qismi esa avval Movarounnahrga kirib boradi va yangi Siloli Saljuqiylar boshligida Old Osiyo mamlakatlarini istilo qilishga kirishadi. Bu ikki turkiy davlat faqat Movarounnahrga emas, balki butun O'rta Sharq hamda Old Osiyo aholisining siyosiy hayotiga ham kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bu davlatlarning aholisi shu hududda yashovchi xalqlarning etnik tarixiga ta'sir qildi. Masalan, Qarluqlar o'zbek va tojiklarning, O'g'uzlar turkman, Ozarbayjon, Qoraqalpoqlarning etnogenezida muhim rol o'ynadi. 8-asr oxiri, 9-asr boshlarida xalifalikni larzaga keltirgan og'ir siyosiy vaziyat Abbosiylarni Movarounnahr va Xurosonda olib borilayotgan siyosatini o'zgartirishga majbur etdi. Mahalliy zodagonlar Movarounnahr va Xurosonni nafaqat o'z tasarruflariga o'tkazib oldilar, balki xalifalik markazida ham hokimiyatni boshqarishga tobora ko'proq rol o'ynay boshladilar. Bunga ayniqsa xalifa Horun ar-Rashid vafotidan so'ng uning o'g'illari Ma'mun bilan Amin o'rtasida 813-yillarda taxt uchun bo'lgan kurash ham katta yo'l ochib berdi. Xalifalikning markaziy qismidagi arablar Aminni xalifalik taxtiga ko'taradilar. Bundan norozi bo'lgan Ma'mun ukasi Aminga qarshi kurash boshlaydi. Hirot viloyatlarining zodagonlaridan Tohir ibn Husayn boshliq Xuroson va Movarounnahr mulkdorlari unga yordam beradilar. 813-yilda ular Bag'dodga yurish qiladilar. Poytaxt qo'lga kiritilib, Ma'mun xalifalik taxtiga o'tiradi. Buning evaziga Tohir 821-yilda Xuroson va Movarounnahr noibi etib tayinlanadi. Shuningdek, Ma'mun Movarounnahr zodagonlarining ham yordamini unutmadi. Somon Xudotning nabiralarini shahar va viloyatlarga noib qilib tayinlaydi. Nuhga Samarqand, Ahmadga Farg'ona, Yahyoga Shosh va Ustrushoni, Ilyosga esa Hirot tegadi. Buning evaziga aka-uka Somoniylar Movarounnahrning har yilgi xirojidan juda katta qismini Tohiriylar orqali xalifa xazinasiga yuborib turadi. Tohiriylar zamonida ham mehnat aholining ahvoli nihoyatda og'irlicha qolaverdi. Mulkdor dehqonlarning jabr zulmidan, davlatning og'ir soliqlardan bezor bo'lgan xalq qo'zg'olon ko'taradi. Ularga g'oziylar ham qo'shiladilar. Qo'zg'olonga saforiylar, miskar hunarmand aka-uka Yaqub va Amir Layslar boshchilik qiladilar. Qo'zg'olonchilar 873-yilda Xuroson poytaxti Nishopurni egallaydilar. Natijada Tohiriylar hukmronligi tugalib, hokimiyat saforiylar qo'liga o'tadi.
Qarluqlar, O'g'uzlar va Tohiriylar turkiy xalqlardan kelib chiqqan ijtimoiy tizimga ega bo'lgani tufayli aholining etnik shakllanishiga ta'siri kuchliroq bo'lgan. Ushbu xalqlar Turkiy imperiya va mintaqa tarixining rivojlanishida katta kuch va muhim rol o'ynagan.